Do'stlar, bu video orqali meni doimo qo'llab-quvvatlaydigan insonlar xursand bo'ladi. Fazliddinni balachalari, negativlar aniq xafa bo'ladi. Qaranglar do'stlar. Oktagon ligadan juda ham ko'p bayeslarimiz boshqa ligalarga o'tib ketdi. Bu nimadan dalolat? Oktagon ligaga prosmotr keling, hype keling. Keyin o'zicha tipa aqllilik qilyapti-da, o'tirib olib hammasi. Fazliddinga menga vizif tashlattiryapti. O'zbek blogerini ishga soldi. O'zbek blogeri mana shu videoda ko'ringlar. O'zbekistonda siz kim bilan jang qilishni xohlardingiz? Oktagonda yoki boshqa turnirda, ligalarda? Но мне интересно, Хмоюн, я бы с ним разделил бы октагон, если в дальнейшем когда-то предложили бы мне с ним поединок. В данный момент я думаю, что он на хайпе, о нем его все знают, о нем разговаривают. Bu hammasi kelishilgan. So'rashi ham, savol berishi ham, uni javob berishi ham, buni Oktagon ligani tipa chizib bergan chizig'i. Bular shu bo'yicha ketyapti, qarang. O'zbekistondan kim senga interesniy desa, hozir Mediniy planda Humoyun To'xtamurodov deyapti. Na samim деле menga bu bala жизнь qiziq bor. Keyin men bunga atvet qilyapman. Tojikiston, O'zbekiston biz do'stona xalqmiz. Fazliddinga menga hurmat bilan viz tashlaganing uchun rahmat aytaman. Ko'ryapsizlar, videoda hech qanaqa bu tarafga yomon gaplar gapirilgani yo'q. Keyin u menga atvet qilyapti. Mana shu videoni diqqat bilan ko'rishlarini sizlardan so'rab qolaman. Ko'ring. Хмоюн Тохтамурадов, я тебя запомнил. Все и так знают, что ты по правилам ММА со мной бой не примешь, поэтому, насколько мне известно, ты у нас стоечник, поэтому я готов прийти в твою стихию и выйти с тобой, разделить октагон. Либо ринг, разницы нету. Либо ринг, разницы нету. Любые предложения, газ, поехали. Endi do'stlar, mana shu realni joyiga keldi. Eng asosiy joyiga. Men hali ham mana gapimiz ustida turibdi. Sen bilan stoykada urushaman deb bu gapiryapti, men bo'yini qabul qilyapman. Lekin undan hech qanaqa javob kelgani yo'q. 10 marta so'radim liga rahbaridan. Kimga bog'lansa, Oktagon ruxsat bersa, Oktagon ruxsat bersa deyapti. Do'stlar, haqiqiy sport ligasi bor-ku, jangchilarning o'rtasiga tushib, kommentariya yozib, bir-biriga intriga qilib, tatuirovka basharali videochilarni o'rtaga olib chiqib qo'yib, kimdirning hurmatini tushiraman deb harakat qilib prosmotr yig'maydi. Haqiqiy liga telefon qiladi. Humoyun, mana seni yarim gonoraring, mana kontrakt. Fazliddin xolasa kontraktga qo'l qo'ysin, xolasa qo'ymasin. Mana ko'rsatib qo'ying. Humoyun To'xtamurodov, Fazliddin Karim Madrahimovdir. Men qo'limni qo'yyapman. Men to'g'ri tushunaman, negativlar bo'lmasa hech qachon odam rivojlanmaydi. Bular unisiga g'iybat qiladi, bunisiga g'iybat qiladi, yana ham nomingizni ko'proq odam tanishiga sababchi bo'ladi. Men buni to'g'ri tushunaman. Aytib qo'yinglar endi. Mana bo'sh turibdi. 11-oktyabr Humo Arena Ayba Nomad turnirida meni yoshligimdan qo'llab-quvvatlagan, yaxshi ko'rib poddeshka qilgan haqiqiy insonlarni xursand qilishga va'da beraman. Gap ularda qoldi.